Hammaga assalomu alaykum. Ismim Mohina, illyustratorman va bugungi suhbatimiz, prezentatsiyamiz illyustratorlik kasbi ijodiy parvoz deb nomlangan. Reja qilib olgandim. Reja bo'yicha illyustrator o'zi kim? Keyin o'zim haqimda raqamli san'at nima? Mening kitob qahramonlarim, ijodiy parvoz hamda oxirida savol-javob qilsak bo'ladi. O'zi umuman illyustrator kim degan savolga javob beradigan bo'lsam, illyustrator bu matn, g'oya yoki konseptni tasvirga, ya'ni raqamli rasmga aylantiruvchi san'atkor. Illyustrator masofadan turib ham bemalol ishlay olishi mumkin. Plyus tomoni, qisqa qilib aytganda, bu zamonaviy kasblardan biri. Ularning ishlari illyustratsiyalar, ya'ni kitoblarga, jurnallarga, reklama, brend dizayni, moda va o'yin, animatsiyalarda qo'llaniladi. Xo'p, qisqacha qilib o'zim haqimda aytib bermoqchiman. Ya'ni ismim Mohina, yoshim 28 dir. Yoshligimdan rasm chizishga qiziqqanman va bu aynan raqamli san'atga kirib kelganimga 5 yil bo'ldi. Kamoliddin Behzodda bakalavrda, magistraturada, keyin hozirda PhD da doktoranturada o'qiyman. Aynan animatsiya bo'yicha raqamli san'at bilan, ya'ni o'sha digital art bilan shug'ullanib kelayotganimga 5 yildan oshyapti. Ko'plab kitoblarga, brend dizaynlariga, o'yinga, yana animatsiyalarga illyustratsiyalar chizib kelmoqdaman. Yana mana shu illyustratsiyalarni iPad hamda Apple Pencil yordamida chizaman. Keyin illyustrator qayerlarda faoliyat yuritishi mumkin degan savol doim beriladi menga. Ijtimoiy tarmoqlar orqali hozirda illyustratorlik kasbi endi anaqa bo'lib paydo bo'lib, rivojlanib kelyapti. Ko'pchilik yoshlar bu kasbga qiziqishyapti. Bu illyustratorlik hobbidan ko'ra kasbga aylanib bormoqda, chunki bemalol daromad topish mumkin bo'lyapti masofadan turib. Keyin illyustratorlar nashriyotlarda, turli xil misol uchun kompaniyalarda illyustrator bo'lib ishlashi mumkin. O'sha plyus tomoni masofadan turib ham bemalol ishlasa bo'ladi, daromad qilsa bo'ladi. Ijodiy faoliyat haqida biroz rasmlar bilan namunalar keltirgandim. Bu Asahida ishlagan paytlarimda mana shunaqa devorlarga turli xil rasmlar chizgandik. Keyin turli xil tadbirlarda ham aynan illyustratsiya rasmlar bilan bog'liq tomonlarini qilgandim. Xo'p, yana illyustrator nafaqat o'sha kitoblarga rasm chizish, nima qilishdan tashqari master-klasslar ham o'tkazsa bo'ladi bemalol. Hozir yoshlar qiziqishadi bunga. Mana shunaqangi master-klasslar ham o'tkazib turaman tez-tez va hattoki bemalol o'sha illyustratsiyadan maktablarda ham, ijodiy maktablarda menimcha bemalol dars bersa bo'ladi. Dars bergan paytlarimdan bular. Xo'p, qanaqa proyektlar qilganman deb meni eng katta proyektlarimdan va omadli proyektlarimdan bittasi bu Kichkina shahzoda. Kichkina shahzodani 3-4 oy davomida chizib tugatganman. Ichida 45 tadan ortiq illyustratsiyalari bor hamda muqova dizayni bilan birgalikda hammasiga shuncha vaqt ketgan. Xo'p, bu mana o'sha Kichkina shahzoda kitobini ichidagi illyustratsiyalari hamda muqova dizayni. Bu o'sha Kichkina shahzodaga chizilgan illyustratsiyalar. Xo'p. Yana bu illyustratsiyalar eko illyustratsiyalar, ya'ni o'rik gulini bilsanglar kerak, eko bloger. Shular bilan birgalikda kollaboratsiya qilgandik. Ya'ni o'sha ekologiyani turli xil nimalarini, muammolarini ko'rsatib berish kerak bo'lgan. Hozirda bu rukun, ya'ni eko illyustratsiyalar biroz to'xtatib turdik, chunki meni o'zimda juda ham o'qishlarim bilan band bo'lib qoldim va mana shunaqangi nimani ham davom ettirish niyatidamiz. Bular esa kitob muqovalari, o'zim chizgan kitob muqovalari. Bulardan deyarli yarmi chiqqan ekan. Misol uchun Kichkina shahzoda, tepadagi O'zbekning jasur ayollari, mana bu muqovalar va yosh bolalar uchun chiqarilgan. Mana bu muqovalar ham, kitoblar ham nashrdan chiqqan. Qolganlarini o'zim ijodiy qilib chizganman. Bu bolalar uchun kitoblar. Bu kitoblarning ichida ham deyarli hamma illyustratsiyalarini chizganman.
10 tadan oshiq illyustratsiyalar chizilgan, 11 dan oshiq va mana shunaqangi mevalar, sabzavotlar haqida she'rlar, illyustratsiyalar bilan ko'rsatib berilgan. Mana shunaqangi kitoblarni chizishga 2 oy, uzog'i 3 oy vaqt muddat kerak bo'ladi. Misol uchun, o'sha mana bu mevali kitoblarda 10 ta bet bo'lgan. Yosh bolalarniki bo'lgani uchun unaqangi ko'p qilinmagan, qisqa qilingan. Bu portretlar O'zbekning jasur ayollari kitobi uchun chizilgan portretlar. Boya muqovasini ham qo'ygandim. Bu kitobni meni birinchi chizgan kitobim. Kichkina shahzodadan oldin bu kitobni olganman, birinchi proyektim. Va bu proyektga ham 50 dan ortiq ayollarning portretlarini chizganman. Deyarli uzog'i 5 oylar vaqt ketgan. Mana shunaqa illyustratsiyalar chizishda birinchi naqa qilinadi. Misol uchun konsept qilinadi, kichkina raskadrovkalar o'ylayman, qanaqa detallar qilinadi, foni qanaqa bo'ladi, o'sha yozuvchi bilan birga naqa qilinadi, proyekt menejeri bilan maslahat qilinib, keyin oxiri mana shunaqangi naqaga kelinadi. Xo'p, bu illyustratsiyalar 2D animatsiya uchun chizilgan, bular animatsiya qilingan. Xo'p, endi raqamli san'at nima degan savolga, raqamli san'at aynan o'sha digital art. Hozir misol uchun oldinlari bu unchalik ham ommabop bo'lmagan, ko'proq kraskada, qalamda, qog'ozga chizish urf bo'lgan. Hozirga kelib, mana shu kraska va qalamlarning o'rniga ko'pchilik o'sha kompyuterda, planshetlarda va iPadda chizishyapti. Va mana shu narsa aynan raqamli san'at deyiladi. Biz rasmni ekranda chizamiz, xohlagan rangni tanlaymiz, xohlasak o'chirib qayta chizamiz, tayyor bo'lgan rasmlarni saqlab qo'yish, printerda print qilish, hattoki multfilmga ham aylantirish mumkin. Raqamli san'atni qanaqa turlari bor degan savolga, xo'p, kitob illyustratsiyasi bor, bolalar adabiyoti, ya'ni bolalar kitobi, bu ham alohida bitta katta yo'nalish. Animatsiyalar uchun chiziladigan illyustratsiyalar, moda dizayni uchun illyustratsiyalar chizish mumkin. Keyin yana o'yinlar bor. O'yin illyustratsiyasi ham, industriyasi ham juda katta yo'nalish hisoblanadi. Bizda hozirda juda rivojlanib kelyapti. Keyin animatsiya uchun personajlar. Xo'p, mana shu yo'nalishlarni deyarli hammasida ijod qilib ko'rgan ekanman. Bularga misol qilib, misol uchun kitob illyustratsiyasida mana bu illyustratsiyalarni chizganman. Keyin men o'yin illyustratsiyasiga to'g'risi o'zi o'yinlarga uncha qiziqmasdim, lekin shunaqa yaqinda yozda taklif bo'ldi. O'yin illyustratsiyasi bo'yicha fonlarni, personajlarni chizib berish va sinab ko'rdim, lekin baribir ham bu yo'nalishda o'zimni topa olmadim. Misol uchun illyustratorlik degani bilan illyustratorlikning ham o'zini juda ko'p yo'nalishlari bor va mana shu yo'nalishlardan menga eng mos keladigani bolalar adabiyoti hamda o'sha muqova dizayni juda ham yoqadi. Keyin moda dizayni uchun ham chizilgan illyustratsiyalardan namunalar. Bular ham portretga ham kirib ketadi, ham modaga ham kiritish mumkin, lekin o'zi modaniki sal boshqacharoq bo'ladi, lekin unda ham chizib ko'rganman. Modaniki ko'proq endi dizaynerlar bilan birgalikda, hamkorlikda ishlanadigan bo'lsa kerak bo'ladi. Men yaqinda buni sinab ko'rgandim. Stikerlar uchun chizilgan illyustratsiyalar, o'sha o'zim chizgan personajlarni mana bunaqangi qilib stiker ko'rinishida chiqarib, o'zimni MacBook'imga yopishtirgandim va sinab ko'rish uchun yaxshi chiqdi. Keyin o'zimni mana shunaqangi stikerlarda ham sinab ko'rmoqchiman. Xo'p, men yaratgan qahramonlar turli xil mana shunaqangi stiker ko'rinishida, kitob qahramonlari ko'rinishida ham personajlar chizib ko'rgandim. Misol uchun mana bu personaj, bu stiker o'sha bitta kompaniyani, ya'ni oshpazlik yo'nalishi bo'yicha ekan, ular ovqat tayyorlaydi, ularga o'zlarini mana shunaqa personajini chizdimda va uni turli xil где-то 10 dan ortiq holatini chizib, mana shunaqangi anaqalarga stikerga aylantirdim. Telegram stiker, bu ham tangacha, bu adashmasam-da Agrobank uchun edi. Tangachani pulni stiker ko'rinishida har xilcha holatini chizganmiz. Keyingisi u kitob uchun chizilgan mevali qahramoncha. Bu qushchadan mana shunaqangi qahramoncha qilgandim. Bular ham turli kitob qahramonlari. Xo'p, boyagi savolga javob, ya'ni illyustratorlikning qanaqa emotsional tomonlari bor, uni
qanaqa plyus va qanaqa qiyinchiliklari bor, minuslari bor. Xo'p, uni aytadigan bo'lsam, illyustratorlik kasbi juda ham ijodiy kasb, ya'ni misol uchun kayfiyatga bog'liq. Agar odamni kayfiyati bo'lmasa, u o'sha kayfiyati yo'q holda o'zi xohlagan tasavvuridagi narsalarni chiqarib berishi qiyin bo'ladi. Keyin masalan men illyustratsiya chizmoqchi bo'lsam, agar kayfiyatim bo'lmasa, o'sha tasavvurimdagi narsalarni chiqarib bera olmayman. Yoki bironta personaj hamda muhitni tasavvur qila olmasam, ko'ngildagidek illyustratsiya chiza olmayman. Bu menga nima beradi? Xo'p, illyustratsiya chizish shunchaki hobbidan уже kasb darajasiga chiqqan men uchun. Buni men uchun plyus tomoni yaxshi daromad topaman. Buni orqasida masofadan turib ishlayman va eng yoqadigan tomoni illyustratsiya chizsam, o'zimni yaxshi his qilaman. Xuddi bu menga terapiyadek ta'sir qiladi. Ya'ni o'sha o'zimni emotsiyalarimni, o'zimni tasavvurlarim, qarashlarimni so'zlarsiz ranglarda, chiziqlarda, liniyalarda ko'rsatib beraman. Shunaqa, bu menga albatta o'sha yaxshi daromad ham, motivatsiya bo'ladi. Shunaqa, siz ham bugun sinab ko'rishingiz mumkin. Chizamiz birgalikda illyustratsiyalarni. Keyin illyustratsiya chizish bosqichlari asosan 3 ta bosqichda bo'ladi. Birinchi, men mana shunaqangi liniya ko'rinishida chizib olaman illyustratsiyalarni doim. Keyin liniya ko'rinishidagi o'zimga yoqib bo'ldi, endi buni rangga o'tsa bo'ladi degandan keyin tasdiqlab olingandan keyin rangda bo'yashni boshlayman. Ranglarni umumiy ranglarini ham 3-4 ta variant qilaman. U rangdan keraklisini tanlangandan keyin esa yorug' soyalarni berib, finalniy bosqichiga olib chiqaman. Menimcha bo'ldi. Endi bemalol rasm chizib, savol-javob qilsak bo'ladi. Rahmat.